Assalomu alaykum Shavkat Miramonovich. Men Farg'ona viloyat So'x tumanidagi yashovchi Bobo Haydarov Haydarjonning onasi Erali va Aziza bo'laman. Shu yildagi 31-may kuni So'x tumanida bo'lib o'tgan voqealarda barcha xalq So'x tumani chuqur afsusdamiz. 1-iyun bosh vazirimiz Abdulla Aripov So'xga keldi. So'xga kelib xalq bilan muloqot qildi. O'sha muloqotda meni o'g'lim Bobo Haydarov Haydarjon qatnashdi. Meni o'g'lim Haydarjon so'zga chiqib, So'xdagi ba'zi muammolarni aytishdi. O'zi bilmasdan holda hissiyotga berilib, tuman hokimini, viloyat hokimini Shuhrat G'aniyevni ishdan olishini taklif qilgan. 22 avgustda ertalab soat 8:30 da meni o'g'limni Bobo Haydarov Haydarjonni ichki ishlar uyimga borib o'g'limni ogohlantirishsiz olib ketishdi. Faqat kechga borib men o'g'limni Farg'onaga olib ketishganini bildim. Muhtaram Shavkat Miramonovich, sizdan iltimos yordam bering bizga. Men o'g'lim Bobo Haydarov Haydarjon endi 22 ga kirdi. Hamda 8 oylik o'g'li bor. Sizdan muhtaram prezident Shavkat Miramonovich hamda viloyat hokimidan Shuhrat G'aniyevdan sizdan iltimos so'rayman, kechirib so'rayman. O'z nomimdan, o'z o'g'lim nomimdan, o'z oilam nomimdan sizlardan kechirib so'rayman, uzr so'rayman. Iltimos muhtaram Shavkat Miramonovich, meni o'g'limni af eting. Yana sizlardan uzr so'rayman.